Meni televizorga aylantirib qo'y. 3-sinfni o'qituvchisi o'zini bolalariga insho yozdiradi. Mavzusi Allohdan o'zingiz uchun nimani so'ragan bo'lardingiz? 3-sinfda bolalar insho yozyapti. O'qituvchi inshoni yig'ib olib uyga olib ketib, kech payt o'qib o'tirib, bir inshoni o'qib qattiq yig'laydi. Yig'lab o'tirganida eri kirib keladi. Nima yig'layapsan? Qog'oz uzatadi. Mana shu ayolni yig'latgan qog'oz uzatadi. O'qiymi? O'qiydi. Insho quyidagicha yozilgan. Parvardigor, bugun sendan alohida bir narsa haqida o'tinib so'ramoqchiman. 3-sinfda bolasi 9-10 ga kirgan bola. Meni televizorga aylantirib qo'y. Xuddi uyimizdagi televizorni o'rnini egallashni xohlayman. Menda ham alohida joy bo'lsin. Oilamiz men atrofimda jamlansin. Gapirayotganimda gaplarimni hech kim bo'lmay eshitsin. Menga diqqat qilsin. Ahamiyatsiz narsalarni gapirmasligimga ishonishsin. Diqqat e'tibor markazida bo'lishni istayman. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, dadam ishdan charchab kelsalar ham men charchaganman demasdan meni yonimda bo'ladi. Allohim sorsin. Agar meni televizorga aylantirib qo'ysang, onam xafa bo'lib yolg'iz qolganda meni o'zidan nari qilmaydi. Qani edi ota-onam hamma narsani unutib, xuddi televizorda o'tirgandek men bilan o'tirsa edi. Parvardigor, balki ko'p narsa so'ramayotgandirman, lekin chin tildan so'rayapman. Meni televizorga aylantirib qo'y. Haligi o'qiyotgan erkak baqirib yubordi. Bu dahshat bu dedi. Bechora bola dedi. Yig'layotgan ayoldan qaysi odamning bolasi ekan bu deganida, dadasi biz bolamiz shu dedi. Albatta bu qissa biz haqqimizda emas, to'g'rimi? Biz unaqa emasmiz. Hech qaysimiz televizorda oldida o'tirmaymiz. Bola chaqamizni ko'ziga tikilib o'tiramiz. Eng zo'r vaqtimizni, eng qulay vaqtimizni bolalarimizga beramiz. Televizorga biz qul bo'lmaganmiz. Biz masal u. Bechora bolani ota-onasiga gapiradigan gapi bor, lekin ota-onaga qanday keltirmaydi. Mehr talab qiladi, lekin mehr beradigan odami yo'q. Birodarlar, televizor biz ustimizda xo'jayin bo'lib qolmadimi?